Bugungi mavzumiz baliqlar mavzusi. Bilamizki, baliqlar suv muhitida yashashga moslashgan hayvonlar hisoblanadi. Baliqlarda himoya mexanizmi juda ham kuchli rivojlangan. Mana bugun siz bilan zog'ora baliq misolida baliqlar haqida umumiy ta'sisni berib o'tamiz. Zog'ora baliq suv muhitiga juda moslashgan va himoya sistemasi yaxshi rivojlangan. Ya'ni uning yuqori qismi balchiq rangda, ostki qismi esa oqish rangda bo'ladi. Bu bevosita suv ustidagi va suv ostidagi dushmandan himoya qilishga moslashgan. Suv ostidan yirik baliqlar bu baliqqa qaragan paytda, demak, osmon rangiga o'xshab ko'rinadi. Yuqoridan inson yoki boshqa yirtqich hayvonlar qaragan paytda balchiq rangiga o'xshab harakatlanadi. Baliqlarimizda tanasi suyuq shaklda moslashgan va tangachalar bilan qoplangan. Butun tanasi bu suv qarshiligini yengib o'tish va suzishligida bemalol harakatlanish imkoniyatini beradi. Baliqlarda suzgichlar ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi juft suzgichlar va toq suzgichlarga bo'linadi. Asosan baliqlarni tez suzishini ta'minlaydi bu toq suzgichlar. Juft suzgichlar esa quyidagi vazifalarni bajaradi. Juft suzgichlarga old suzgich va ost suzgichlar misol ko'rsatish mumkin. Toq suzgichlar mana sizga ma'lum bu dum suzgichlarni ko'rib turibsiz. Juft suzgichlar oldinga asoslangan harakat qilish, to'xtash va burilish vazifalarini o'tab beradi. Baliqlarning sezgi organlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, baliqlar ko'zli va hid bilish organi juda yaxshi rivojlangan. Bunda joylashgan maymun tuyg'u vazifasini joylashadi. Hid bilish organi ko'pchilik abituriyentlar yanglishadi. Rasmimizda baliqning burun teshigini ko'rishingiz mumkin. Burun teshigi nafas olish uchun ishtirok etmaydi. Burun teshigida faqat nafas hid bilish xaltalari joylashgan. Bu hid bilish vazifasini bajaradi. Suv muhitida bizga ma'lumki, ovoz quruqlikka nisbatan tez tarqaladi. Shuning uchun baliqda ichki quloq yaxshi rivojlangan, bu tashqi tovushlarni ham tez eshita olish xususiyatiga ega. Maylolar esa tuyg'u vazifasini bajaradi. Baliqlar suvda erigan kislorodlar orqali jabralari bilan nafas olishadi. Skelet sistemasiga to'xtaladigan bo'lsak, skelet sistemasi bosh qutisi va uzun joylashgan umurtqalar suyaklaridan iborat. Bu qanot o'sha suzgichlarda joylashgan skeletlar. Bular bevosita joylashgan umurtqa suyaklaridan qilqiqlar yordamida tutashgan bo'ladi. Baliqlarda sudrav yumushlardan farqli o'laroq, demak, ko'krak qafasi rivojlanmagan, faqat ko'krak umurtqalari mavjud. Keyingi slaydga o'tamiz. Ichki organlarga to'xtaladigan bo'lsak, bir qancha takomillashgan baliqlardan boshlab qon aylanish sistemasini alohidalashganligini va alohida ichak va suzgich o'ziga xos jihati suzgich tufagi borligini ko'rishingiz mumkin. Suzgich tufagi funksiyalari juda ham ko'p. Birinchi funksiyasi baliqni suv tubiga tushirish va chiqarish va muvozanatni saqlash vazifasini va rezonatorlik funksiyasini ham bajaradi. Baliq suv yuzasiga chiqmoqchi bo'lgan paytda suzgich tufagidagi havoni ichaklar orqali chiqarib yuborilib, natijada baliq yengillashadi va suv tubiga tushadi. Suv tubiga chiqayotgan paytda o'sha kapillyarlar devorida pufakda joylashgan kapillyar qon tomirlaridan kislorodni pufakka oladi. Pufak natijada ish hisobiga balig'imiz yengillab suv yuzasiga osonlik bilan ko'tarib olinishi mumkin.